Alloh xohlasa eng boy odam bo'lsa ochlikdan o'ladi. Agar Alloh ochlikdan o'lish yozgan bo'lsa. Xuddiki bir voqeani eslasak, bir milliarder bo'lgan odam o'zini qasrida tagida katta seyfi bor ekan. Haligi seyfning ichida tilla, brilliant, har xil pullarni saqlar ekan. Bir kuni o'sha seyfiga kirib qamalib qolibdi ichkarida. Baqirib, dod, faryod solsa hech kim eshitmabdi. Uydagi xizmatkorlari bir ish bilan ketgan bo'lsa kerak xo'jayin deb o'ylab, hech kim xayoliga kelmabdiki, u seyf ichida qamalib qolganligi. Bir necha kundan keyin ochligidan o'lish boshlaganda qo'lini kesib qon bilan yozgan ekan. Dunyodagi eng boy odam ochligidan o'lyapti deb. Ya'ni uni murdasini topishgandan keyin mana shu yozuvlarni ko'rishgan. Aytmoqchimanki, eng boy odam bo'lib turib, pullarini, tillalarni ichida ochligidan o'lishi mumkin. Lekin kambag'al bo'lib, yer tegib ko'milib, bir oy yotib, tirik chiqish mumkin. Shuning uchun biz Allohga suyanishlikka o'rganishligimiz kerak ekan. Qachon biz Allohga suyanishni o'rganamiz? Qachonki Alloh yaxshi tanisak, qanday zot bilan muomala qilyapmiz biz?